Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, kanalni qo'llab-quvvatlaydigan akaxonlarimiz, akalar, sizlar uchun zo'r taklif aytaman. Foton Aumark modeliga har doim samosvalni obzor qilaman. Bu safar bartovoy holati, o'sha model 138 ot kuchi, 308 motor, shu 5 tonnalik model akalar, tarozida bemalol o'tadi. Bilishim bo'yicha tarozida shunday taroziga tortilganda 18 tonnadan ortmash kerak ekan, to'g'rimi? Akalar, mana bu modelga 6 tonna, 7 tonna bosib yuringlar. 5 tonna, 6 tonna, 7 tonna masa qilib yurasizlar, ishlayni shunday o'ngidan beradi akalar, nasib bo'lsa. Qaranglar, narxi 375 million bu modelda, bartovoy holati, ko'p kishiga furgon holati kerak bo'ladi. Akalar, bartovoyni mana buni shunday sotib furgon yasab olsanglar ham bo'ladi, to'g'rimi? O'sha model, shu davlat standartdan o'tgan nima desa bo'ladi. Furgonni o'tkazsanglar bo'ladi, xohlasanglar 26 kuba qilinglar, farqi yo'q akalar. Uzunligi 5 va 10, bemalol 26 kuba, 27 kuba qilsanglar bo'ladi. Shu modelda konditsionerlargacha bor, haydovchi uchun qulayliklari zo'r akalar. Ishlari ancha yaxshi ishlagan. Uni ham ishlarini ham ko'rsatib o'tib ketaman keyingi videolarda. Qaranglar, mana shunga taklif bermoqchiman sizlarga. Ya'ni taklif shundan iborat. Birinchi o'rin shunday obuna bo'ylar, shunaqa yuk mashina olaman deb yurgan akalarga yuboringlar akalar. Video ko'p joyga tarqalsin. Qaranglar, hech kim bermagan taklif. Endi boshqa joyda ko'rdinglarmi, yo'qmi? Bilishim bo'yicha hozir 50% bilan korxonasi bor yoki bironta korxonani kafil qilaman degan akalarga zo'r variant. 50% ni qilinglar, 375 millionni, qolgani 12 oyga shunday foizsiz bo'lib to'lab olsanglar bo'ladi. Oddiy muddatli to'lov deydi-ku, shunaqa. Bu hammaga ham berilmaydi akalar, lekin 50-60% ni to'layman degan akalarga gaplashib ko'ramiz aka, shu modelda. Muammo yo'q. 50% ni qilasiz, 12 oyga foizsiz bo'lib to'lash. Sug'urta, notarius ya'ni taqiqqa qo'yiladi mashina sota olmaslik uchun. Xuddi shu tartib, qonun qoidalari bor. Firma oborotkalari tekshiriladi. Akalar, zo'r imkoniyat. Ovoylar lekin 375 million. Xohlasanglar shu holatda ishlaytinglar, xohlasanglar ten. Yo xohlasanglar samosval ham qo'rsanglar bo'ladi. Farq yo'q. Narx to'g'ri kelsa bo'ldi. Mana akalar, mana shu modellar ko'p. Maksimal aloqaga chiqinglar, xohlasanglar kredit shu joyda. Yoki naqd shunday to'lab olib chiqib ketsanglar bo'ladi. Zo'r variant akalar. Yuboringlar, obuna bo'linglar, like bosinglar, kommentariy. Bironta takliflaring bo'lsa kommentariyda yozib ketinglar. Обязательно javob beraman akalar hammaga. Kutib qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Obuna bo'lishni esdan chiqarmanglar. Bundan-da ko'p takliflar hali oldinda akalar. Kuzatishda davom etinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Nomerlar qoldiraman.